Ertalab har kuni bir stakandan meni ich. Bir oyda tanangda nimalar o'zgarishini aytaman. Charchoq yo'q, kamqonlik yo'q, toshmalar yo'q, toksin yo'q. Chunki men magniy va temirga boyman. Ayniqsa homilador ayollar ichish kerak. Men shirin choyman. Agar sen kuningni men bilan boshlasang, bir necha soatdan keyin o'zingni charchagan va och his qilasan. Men iliq suvman. Agar sen tongni men bilan boshlasang, men hazm tizimingni mustahkamlayman va tanangdan zararli moddalarni chiqaraman. Men limonman. Agar meni bir stakan suv va ozgina asal bilan ichsang, men immunitetingni mustahkamlayman va tanangni himoya qilaman. Men kofeman. Agar kuningni men bilan boshlasang, men metabolizmingni tezlashtiraman va ochlik hissini kamaytiraman. Men ko'k choyman. Agar meni ertalab ichsang, qorin dam bo'lishidan xalos bo'lasan va ichak sog'lig'ing yaxshilanadi. Bu oilaviy dorixonadan bebaho maslahatlar edi. Yurakchani qizartirib qo'ying va obuna bo'lishni unutmang. Tuyanni o'rkaji shunaqa yog' bo'lar ekan. Men uni suyak deb o'ylardim shu paytgacha rostini aytsam, lekin u xuddi oq yog' bo'ladi-ku, shunaqa bo'lar ekan. Uni eritib, shunaqa bankachalarga tayyorlab oldik. Bu gemoroyga juda ham foydali ekan. Taobatda eng foydali bo'lgan narsalardan biri ekan. To'liq foydalarni videoni ostiga yozib qo'yaman. Sizlarga ham foydali bo'ladi degan umiddaman. Ozish uchun, qorindagi yog'larni eritish uchun, tez vazn tashlash uchun oddiy usullar bor. Bu chiya emas, zig'ir urug'i emas, zanjabil emas. Buni sizga aytaman, hayron qolasiz. Uyingizda ham topsangiz bo'ladi. Like, podpiska bosishni unutmang. Demak, ketdik, sizga aytib o'taman. Piyoz urug'i eshitganmisiz? Piyoz urug'i juda ham yaxshi ozdirishga yordam beradi. Dunyoda nomer 1 hisoblanadi. Buni diyetolog va boshqa insonlar aytmaydi, chunki ozib ketishingizni xohlashmaydi. Nima qilasiz? Piyoz urug'ini topasiz-da. Piyoz urug'ini topganingizdan keyin bir choy qoshiqchada 100 gram suvga aralashtirib, ozroq asal sovorasiz. 2 mahal iste'mol qilasiz. Och qoringa ovqatdan yarim soat oldin. Metabolizm tezlashtiradi, hazm qilishlarni yaxshilaydi, o't qopini ochib beradi va to'qlik hissini beradi. Piyoz urug'ining foydasi juda ham ko'p. Siz iste'mol qilib ko'rganmisiz piyoz urug'idan? Siz necha kilo vazn tashlamoqchisiz hozirgi kunda? Kommentariyada yozib qoldiring. Farzandim geniy bo'lsin desangiz, rus tili, ingliz tili, matematika to'garaklarga berishdan oldin farzandingizga shu mahsulotlarni bering. Bu mahsulotlar miya faoliyatini va xotirani mustahkamlaydi. Shunga o'xshash sodda ma'lumotlar sizga qiziq bo'lsa, sahifamga obuna bo'lish esingizdan chiqmasin. Uxlashdan oldin ko'p telefon o'ynaydigan insonlar bu videoni ko'rsin. Kechqurun uxlashdan oldin telefondan ko'p foydalanishning organizm uchun 4 ta o'ta jiddiy ta'siri bor. Birinchisi bu surunkali uyqudan oldin telefondan foydalanish, telefondan ekrandan chiquvchi nurlarning epifiz bezdan ajralib chiquvchi melatonin, ya'ni uyqu gormoniga salbiy ta'siri bor va natijada insonda surunkali uyqusizlik holati yuzaga kelishi mumkin. Ikkinchisi bu keyingi kuni uyqu yaxshi bo'lmagandan keyin organizmda surunkali charchoq va holsizlikning kuchayib ketishi. Uchinchi salbiy holat bu insonda diqqat va xotiraning o'ta darajada pasayib ketishi. Bunga sabab kechasi yaxshi dam olmagan miya hujayralari keyingi kunda eslash, konsentratsiya kabi muhim funksiyalarida orqada qolishni boshlaydi. To'rtinchi holat esa surunkali asabiylik, tajanlik kabi belgilarning namoyon bo'lishi. Bularning hammasi bevosita telefon uyqudan oldin ko'p o'ynashlikning asoratlaridan hisoblanadi. Siz ham telefondan ko'p foydalansizmi? Yuqoridagi fikrlarimizga qo'shilasizmi? O'z fikrlaringizni kommentariyada qoldiring va bu videoni kechasi bilan reels ko'radigan tanishlarga yuborib qo'ying. Qaranglar, asosiy tarkibi oqsildan iborat bo'lgani uchun ortiqcha yog'larni yig'masdan sog'lom, chiroyli ves yig'ib olasiz. Kosaga 4 ta qoshiq ovsyanka solib, ustidan qaynoq suv quyib, ertalabgacha ham qo'yib qo'yasiz. Mahsulot olovda pishmagan uchun ancha vitaminlar o'zida qoladi. Blenderga tuxum solamiz, tayyor ovsyankamizni solamiz, tvorog solamiz, bitta katta qoshiqda tabiiy asal solamiz. Pulinglar ko'p bo'lsa, banan ham qo'shsanglar bo'ladi, qo'shmasanglar ham bo'ladi. Blenderda yaxshilab aralashtiramiz. Foydali, vitaminli bo'lgan zavtrigimiz tayyor bo'ladi. Bu videoni o'zingizlarning yaqiningizga jo'natib qo'yinglar. Bundan ham foydali ma'lumotlarni bilib turish uchun obuna bo'lish esdan chiqmasin. Agar sizda kamqonlik bo'ladigan bo'lsa, ko'proq anor va lavlagi iste'mol qiling. Miyangiz sekin ishlayaptimi? Ko'k mevalar va yong'oq iste'mol qiling. Agar ko'zingiz tez charchaydigan bo'lsa, sabzi va shirin kartoshka iste'mol qiling. Jigaringizni tozalamoqchi bo'lsangiz, limon, sarimsoq piyoz va zanjabilni kanda qilmang. Oshqozoningiz ko'p bezovta qiladigan bo'lsa, yashil olma va aloe ko'proq iste'mol qilish sizga foyda bo'ladi. Agar buyragingizni tozalamoqchi bo'lsangiz,
anor, olcha va namatakni ko'proq tanovul qiling. Nafas olishingiz qiyin bo'lsa yoki o'pkangiz zaiflashsa, ismaloq yoki karamni ko'proq tanovul qiling. Agar siz butun umrga kifoya qiladigan parhez ro'yxatini xohlasangiz, izohda plus belgisini qoldiring, men sizga uni jo'nataman. Farzandlaringizni ratsionida bo'lishi shart bo'lgan mahsulotlar: banan immunitetini ko'taradi va hazm qilishni normallashtiradi. Mango qon aylanishini yaxshilaydi, kepakli non hazm bo'lishini osonlashtiradi, ich qochishini oldini oladi. Qaynatilgan tuxum oqsilga boy bo'lib, immunitetni ko'taradi, kalsiyga boy mahsulot. Olma mevasida vitamin C bo'lib, ishtaha ochadi, hazm qiladi, temirga boy mahsulot. Brokoli kalsiyga boy bo'lib, suyak emirilishini oldini oladi, immunitetni ko'taradi. Golubika mevasi glyukozaga boy meva bo'lib, qon ko'paytiradi va qon suyultiradi. Qatiq har kuni kechki payt uxlashdan oldin tavsiya etiladi. Ichak mikroflorasini va uyqusini yaxshilaydi. Avokado vitaminga boy, energiya beruvchi meva hisoblanadi. Odamlari soxta bu dunyoni, do'stim san o'yla u dunyoni, aldanma o'yiniga bu dunyoni, ro'g'ati boshqacha u dunyoni. Kimnidir dilini og'ritib qo'ysam, yoniga borib, uzr so'rab, ko'nglini ko'tarishga harakat qilaman-da. Anne, meni dilim og'risa, yonimda hech kim ko'rmayman. Gündüz kalbim seninle atar en güzel. Her bakışın dokunur ruhuma, aşkın düşer gönül yoluma. Sen gülünce açar bütün bahar için. Haydi 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 herkes kendini kaptırsın. Haydi 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 herkes kendini kaptırsın. Takdirden inkoyli sovg'a, hayotimga kirgan yurak edi go'yo. Ey menim canım anam, tomirda qonim onam, jannat oyog'lar ostida gulistonim onam. Sensiz o'rniydi yurak, Allohim ayirmasin. Men uchun bu dunyoda eng go'zal xonim onam. Ey menim canım anam, tomirda qonim onam, jannat oyog'lar ostida gulistonim onam. Sensiz o'rniydi yurak, Allohim ayirmasin. Men uchun bu dunyoda eng go'zal xonim onam. Ana canım anam, mani canım anam, jannat oyog'lar ostida gulistonim onam. Sensiz o'rniydi yurak, Allohim ayirmasin. Men uchun bu dunyoda eng go'zal xonim onam. Kimda yo'q ekan gunoh, kim farishta, kim oppoq, tiriklikda bo'l ogoh, hamma o'zini bilsin. Birda baland, birda past, hayot berar har xil dars, qilmaylik birovdan arz, hamma o'zini